Murod Mansur o'zbek adabiyoti vakili, yozuvchi va tarjimon. U asosan Judolik diyori romani va o'ziga xos portret tasvirlash uslubi bilan tanilgan. Toshkentda tug'ilgan, badiiy nasr janrida ijod qilgan. Murod Mansurning Judolik diyori romani o'tgan asr o'rtalarida o'zbek xalqi boshiga tushgan og'ir sinovlar, urush davri mashaqqatlari va xalqning buyuk bardoshi haqida hikoya qiluvchi ko'p jildli asardir. Asarda Sulton Murod, Marg'uba kabi qahramonlarning taqdiri, ayollarning fidoyiligi va qiyinchiliklarga metin irodasi orqali bardosh berishi tasvirlangan. Asar mavzusi Ikkinchi jahon urushi va undan keyingi davrdagi og'ir hayot, insoniy taqdirlar va ruhiy ziddiyatlardan iborat bo'lib, asar ko'p jildli, sarguzasht tarixiy motivlarga egadir. Asarning asosiy g'oyasi qiyin judoliklar va sinovlarga qaramay yashashga bo'lgan umid, iroda va matonatni ulug'lashdir. Asarda o'sha davr ijtimoiy-siyosiy muhiti, xalq boshiga tushgan ocharchilik va yo'qotishlar realistik tarzda tasvirlangan. Murod Mansur asarlarida portret tasviri, obrazlar tili va ruhiy holati poetik mahorat bilan yaratilgan. Judolik diyori asari kitobxonni o'tmishni unutmaslikka, sabr-toqatli bo'lishga va har qanday sharoitda ham inson bo'lib qolishga chorlaydi.